Assalomu alaykum aziz ko'rganlar. Kamina Dilnurdan sizlarga oliy ehtirom. Bugun iftixorlik bilan sizlarga tunishtirmoqchi bo'lgan bu arbab xalqimizning munavvar o'g'li, mangulik o'chmas simfoniyalarini qoldirgan, dunyoda dangliq 10 cho'ng kompozitorning biri bo'lgan Quddus Xo'jamyorov. Quddus Xo'jamyorov O'rta Osiyo Uyg'urlari o'zgacha milliy kimlik tiklash va rivojlantirish siyosatining natijasida Uyg'ur milliy kimligi va milliy ruhini uzluksiz rivojlantirib, murakkab siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy va madaniyat taraqqiyot masofalarini beshidan o'tkazgan. Quddus Xo'jamyorov 1918 yılı 5. ayının 21. günü Qozog'istonning Olmaota oblasti Emgekçi Qozoq nahiyesi Qaynazar yezisida tug'ilgan. Quddus Xo'jamyorov 3 oylik bo'lganda dadisi olamdan o'tgan. U texi amdida 16 yoshga kirmagan vaqtida Olmaota Muzika va drama institutiga qabul qilingan. Pianino chalishni o'rganib, ondan muzika ijod qilishga boshlagan. Keyin u Moskva konservativlar instituti fakultetiga o'qishga borgan. Ikkinchi dunyo urushi sababidan u o'qishni kechiktirishga majbur bo'lgan. Quddus Xo'jamyorov harbiy sabtdan chekingandan keyin Olmaotaga qaytib kelgan va 1951 yılı Olmaota konservatisida professor Yevgeniy Bersolovskiyning tarbiyasida bo'lgan. O'quvchilarim ichida Quddus Xo'jamyorov men uchun to'limi suyimlik. U o'zining kompozitor bo'lish umidi borligini, shuning uchun men bilan aloqalash orzusida bo'lganligini bildirgan. 20 yıldan beri o pianinoni ajoyib mahorat bilan çaldı deb eslaydi ustozi Yevgeniy Bersolovskiy. 1953 yılı Quddus Xo'jamyorov keyincha Olmaotadan ayrıldı ve şu yıldan başlap Moskva konservativida professor V. Shibalinning sinfida bilim oshirdi. U 1957 ve 1967 yıllargacha o'qituvchilik qildi ve 1968 yılı Olmaota Davlatlik konservativining mudiri bo'lib ishlaydi hamda professorlik unvoniga erishdi. Quddus Xo'jamyorovning 1950 yildagi simfoniyalik asari Rizvongul yuqori badiiylikdagi asar bo'lib, bu ijodiyat 1951 yılı 3. derecelik Stalin mükafatıga erishgan.
Qudus Xo'jamyorov 1956-yili ijod qilgan Uyg'ur operasi Nozigum 1960-yili Zolut Begori, ya'ni Oltin tog' mukofotiga erishgan va 1967-yili Chintemir Botur balet teatrini ijod qilgan. Avtor o'z ijodiyatida an'anaviy milliy kimlikni yorqin yoritib bergan. Qudus Xo'jamyorov yana o'z navbatida ko'plagan chalg'u asboblarini kashf qilgan. U xor asarlari, naqsha, bolalar va dramatik asarlar uchun musiqa ishlagan. Qudus Xo'jamyorov efendim meniki malimim, hem meniki şu sanat yoludaki yol başlıqçı ustazım desem buludu. Ben 90-cı yılın ahırsı şu vaxtda Sovetskiy Soyuzu deb ataydı. Şu Sovet Soyuzu'niki Devlet Konservatoriyasiga masterlik o'qishga chiqqan. Şu vaqt şu jarayonda men şu konservatoriyada bu Quduskan bilan tanishgandim. Şu vaqtda bu Quduskan voy bu Uyg'ur qizidan opera aytilgan bir Uyg'ur qizi kelibdi deb shu meni izlab kirib, men bilan ko'rishib, ashtaq jiq so'zlarni qilib ashtaq qilgan. Shu 3 yillik shu masterlik o'qish jarayonida bu Quduskan menga jiq bilimli yordam bo'lib, bilimdan ashtaqsiga so'zlab, tushundirish bo'lib, menga shunday jiq yordamda bo'lgandi. Shuning uchun bu Quduskamniki shu nimalar bilan men shu bakchiq ishtik taraqqiy qilib ishtik egallab shu o'qigan narslarimni ashtaq bo'lgandim. Puturdigan yilisi bu Quduskamniki asarlarini Uyg'ur tili bilan sakinlashtiramiz deb sakinaga chiqadigan bir vazifa bo'lib ekandik. Shu vaqtida anki bu Quduskamniki bu Nozigum operasini, shu rolni Nozigumning rolini menga bergan. O rolni menga berganda men dakki-dukki bo'lib qo'rqib, qanday qila etalamanmi, buni o'rinlab qila olamanmi, yaxshi bo'larmi, yomon bo'larmi deb shu dakki-dukki bo'lib ashtaqsiga bo'lgan vaqtimda Quduskan har qatlam shu repetitsiya qilgan yerga kirib, shu menga shundaqsiga ilhom beradi-da. Qizim sen idali tilida etding, rus tili bilan etding, yana boshqa til etding, o'zingning Uyg'ur tili bilan, ona tili bilan nimishqa etishda qo'rqsa, qo'rqma. Bu Nozigum degan Uyg'ur qizining roli. Sen o'zing Uyg'ur, nima uchun bundan o'zingning ona tili bilan o'rinlaydiganda qo'rqsa, qo'rqma deb ashtaqsiga ilhom berib, rag'bat bergandan keyin shuni kerak men asta qo'rqmay etib ashtaqsiga tushunib ashtaq bo'ldi. Menga bu Nozigumniki bu opera vaqiqalarni shu Qudusga shu har qatim kirsa bizlardan ashtaq tushundirib menga ashtaq nim qilgan kerak. Men bu rolni shuni tushungan bo'lg'achqa shu vaqtdagi shu yillardagi shu vaqiqa bo'lgan vaqtlardagi jarayondagi narsa men tushundirgandan keyin shunga men shuni shuni ichiga kirib o'zimni shu Nozigum deb ashtaq his qilib turib shunda o'rinlagandim. Tunji qatimqi o'rinlashimizda shunda g'albilik shunda yaxshi bo'lgan. Shu vaqtda sahnaga hamma xalqarodan jiq ashtaq kompozitor, artist, donliq odamlar kelib bu tunji qatimqi konsertni ko'rdigan shunda jiq odamlar kelgan. Men shu sahnaning yanada sahnaga chiqqancha qo'rqib degan jurgim pop yaxshi bo'larmi, qanday bo'lar deb dakki qilib tursam, bu Quduskan pastda o'tirib yana ashiliqqa xotirjam bo'lmay ashadin yana sahnaga chiqib bir necha minut qolgan vaqtida sahnaga chiqib mening qishimga kelib yana men ashtaq so'zlab, sen bugun hozir sahnaga chiqib aytqicha qizim, sen men haqlarga naqshi totma deb odatda konsertda men bunday naqshi totim deb u hissiyotdan chiqmaysa, sen hozir Nozigum, bu Nozigum degan bir qahramon qiz, bu zindonda shundaqchi azoblarni ashtaq totdi. Sen shu ko'z oldinga shu qora zindonni aka, shu Nozigumning tatgan azoblarini ko'z oldinga akab, ankiz ashtaq essan, shuni ko'z oldinga kelib essan, ankiz sen yaxshi o'rinlashsa deb deb tushib ketgandan keyin men shundaq hissiyot bilan ankiz chiqdim. Chiqib ko'zimga ishlab ko'rinmasdilarmish o'zimni shu zindonda etayotgan hissiyot bilan etdim. Shuni
Bu araya şundaq bir çoğun arayatda 12 minutluk. Özəmə qandaq oralab düşüşün, ağıda etib bağanda, etib bop, neme bilen turğa vaxtın bütün pəs degen şundaq alqış, çavaqlar çıxıb, aşdaqsı boldu. Şunu da ənkisi, dep nemi qıldım, bu şu konsert tügegəndə bu Quduskam özü səknəgi çıxıb, söz qıldı, şu sözləv atqan jarayanda Quduskam közüge yaşayıb, aşdaq sözdə özəmdeki əsirlərini, her tilla bilen oralığını kördüm ama Uygurca özümün Uygur tiliyle oralışkandı ben özüm tunçuk ettim kördüm. Meniki armanım yok dep aştaqı közü yaşayıp şundaq hayacanlıp sözü deyim. Bu Quduskamnınki əsirləri şundaq danlıqkən. Bu Quduskamma xalqaradaki 10 çoğun kompozitorunun birisiken. Biz əmdilik ayada turub onca bək düşünüb ketməyəmlər bu xalqarada bu Quduskamni şundaq çoğun bildikken. Şu vaxtda da bu Quduskam bana şundaq sige takalap sen kızım sen capata atıp öğendin bu operanı. Herkes taşlıp etme, terakki qip etmangın. Evlatqa muşlan öğütüp qilish gerek. Bizim Uygurlarımız muştaq terakki qip menişimiz gerek. Dünya seviyesiga qarab menişimiz gerek. Dep aştaqsıga bana sözlügendi. Şu sözleri de hazır yadımda var. Ama ben bunu taşlamadım bu operanı. Bu operanı taşlamayımı dep Avrupa'ya geldim. O vatanimizning tarixiga intayin qiziqadi. O Taklimakan simfoniyasini mo yozgan. Qudus Xo'jamyorov 1955 ve 1959 yillari Qozog'iston kompozitorlar birlashmasining a'zosi va raisi bo'lgan. 1959 ve 1966 yillari Lenin komiteti ve Sovet İttifaqının Edebiyat San'at mükafatıga erişken. O 1961 yılı Tehran'da, 1964 yılı Bağdat'ta ötküzülgen xalqaralıq festivallarga qatnaşqan. Qudus Xo'jamyorov O'rta Osiyo xalqlari orasidagi yosh muzikantlar orasida tunji bo'lib simfoniya yezib, Sovet İttifaqının oliy davlat mukofotiga erishgan. U Mikhail Gorbachevning imzo qo'yishi bilan Sovet İttifaqi xalq artisti nomiga sozavar bo'lgan. Qudus Xo'jamyorov Qozog'istondagi Davlat muzika institutini qurishga qatnashib, uzun mezgil uni o'zi boshqarib, nurg'unlagan har millat muzikantlarni tarbiyalagan. 1955 yildan 1959 yillargacha Qozog'iston kompozitorlar ittifoqining raisi. 1957 yildan 1966 yillargacha Qozog'iston Davlat konservativasining mudirlik vazifalarida bo'lgan. Qudus Xo'jamyorovning ijodiyatlaridan 1950 yili ijod qilgan Rizvongul, 1956 yili ijod qilgan Nozugum, 1958 yili ijod qilgan Sodir Palvon va boshqa simfoniya va operalar Uyg'urlarga mansubdir. Qudus Xo'jamyorov bolalık eslimeleri ve başka badiiy ijodiyatiga asosan 15 pianino asaridan tarkib topgan plastinkasini ijod qilgan. U 1992 yili Urumchidagi San'at institutida Nozugum muzikasi to'g'risida dars so'zlagan. Qudus Xo'jamyorov to'g'risida nurg'unlagan adiblar uning uchun maqolalarni e'lon qilgan. Masalan, birinchi Aravin Pefi, Qudus Xo'jamyorov tarjimali. 1962 yili Moskvada ruscha nashr qilingan. Ikkinchi Kerenaki Yerusalim, Qudus Xo'jamyorovning tarjimali 1979 yili Moskvada ruscha nashr qilingan. Üçüncü, Rus tilida Uyg'ur xalqining gullangan madaniyati.
Filologiya fanlari doktori Murat Hamrayev 1967 yılı Almata. 4. Jetbisbayeva. 1. buluş baxtdir. 1985 yılı Almata. 5. teatrshunos Qadirov Quddus G'ojamyarovga atab nurg'un maqolalarni yozgan. 6. Hasanova Rizvongul Quddus G'ojamyarov qizi bo'lib, Quddus G'ojamyarov qurgan Qurmong'ozi nomidagi konservativda o'qituvchi bo'lib ishlayotganda dadasining hayotiy va ijodiyatlari to'g'risida ilmiy maqolalarni yozgan. Вам понятен. Где бы человек ни находился, чем бы он ни занимался, есть земля, которая всегда в памяти. Там он родился. Земляки, я знал одну улицу в этом поселке, а сейчас он такой большой. Stать музыкантом надо иметь. San'at yo'liga mevliq daraxt tikkan, oltin ko'rik sog'an, mashhur kompozitor, jamiyat arbobi, Esir davlat mukofotining laureati, Qozog'iston SSRning xalq artisti, Quddus akani xotirlash faoliyatiga ozroq hassa qo'shganligim uchun faxrlanman. Men ulug' kompozitor bilan uzoq mungdash, sirdash bo'ldim. Uni bilan qo'shni tudiq. Qudduskam o'zining ichki va tashqi madaniyati bilan meni hayron qoldirdi. Bo'libmi ijodkorlarga bo'lgan ko'z qarashi nihoyatda oliy edi. Ko'p vaqtda Quddus G'ojamyarov vaqtni qanday foydalanish to'g'riliq mening bilan suhbatlashadigan. Sizlar 2000 yillik madaniyatga ega Uyg'urlar deysizlar. Hozirgi yoshlarda, hozirgi xalqimizda bormi shu madaniyat deb kulib qo'ydigan. Ba'zi vaqtda vaqtni shunchalik ajoyib qattiq tutish kerak, vaqtni foydalanish kerak degan gaplari mushakamgacha qulog'imda. Chunki vaqt degan o'zi odamga vaqtsiz, odamga mangu berilmaydi ekan. Men Quddus akaning bütün eserlerini bo'pmi bizning Abay nomidagi opera balet teatrida qo'yilgan Nazgum, Sadir Polvon operalarini tingshig'anman. Shundaqla uning Taklimakan, Abdulla Ruzbaqiyev nomli simfoniyalarini tingshig'anman. Bir kuni menga Quddus aka Ahmadjon, siz menga aytinga mushu yozuvchilar, shoirlarning ichida talantli shoir bormi dedi. Men dedim talantli shoirlarimiz bor. Shundaq shoirning birini hozir men uyga kirib, siz qabul bo'lsangiz, masha turib turing. Men yugurib kirib uyga kirib, shu men sizga beradigan kitobni o'qib chiqing dedim. U dalada turdi, men uyga kirib Cemşit Rozaxonovning to'plamlarini uning qo'liga tutqazdim. Arada 3 kun o'tgandan keyin u menga deydi: Ahmadjon, haqiqatan talantli shoir ekan, iste'dodli shoir ekan. Men ashuni bilan uchrashishim kerak dedi. Men nima uchun kerak bo'lib qoldi Cemşit Rozaxonov yo boshqa shoir dedim. Men bir cho'ng bir ishni tutish qildim. U Taklimakan haqida simfoniya yozaman. Shundaq ilhomim kelib turdi simfoniya yozganga.
Biroq uning tekstini, she'rini yozadigan menga talantli shoir kerak. Ham kompozitorlar shoir ikkisi bir ishilsa, biroz qiyinchiliklar bo'ldi, chidashga to'g'ri keldi. Biroq Jamshid bilan uchrashsangiz dedi. Men Jamshid bilan xabarlashib, Quduskan bilan ulug' kompozitor bilan mashhur shoirimiz Jamshid Ro'zaxon uchrashdi. Shundan keyin Taklimakan simfoniyasining tekstlari o'rniga tushib, Quduskan bilan til tepishib, bir-birisidan ilhomlanib, shundoq mashhur asar dunyoga keldi. Men Qudus aka to'g'riliq nurg'unlagan narsalarni aytishim mumkin. Biroq Quduskan har kuni odam bo'lib yashagan inson, iymon nurliq, komil inson. Qudus akaning bir yaxshi bir fikrlari mening dilimdan jiroq ketmaydi. Hikmatlik so'zlari. Bo'pmi? Buni yoshlar to'g'riliq o'zining bir talantli, bir ziyoli yoshlar haqida doimo bir yaxshi samimiy fikrda edi u odam. Quduskan bir kuni shu nimadan qaynazar yurtidim. Yigitlar birikib bir bog' uy, dacha deymiz, sep beribdi. Quduskan keyingi vaqtda men bilan uchrashmaydigan bo'ldi. Nima bo'ldi deb so'rasam, o'zining shu bog' uy dachasiga ketdi. U qayerda? Qaynazarda. Men bordim. Çoğun bir öy sep beribdi. Yurtdoshlari bog'ning uyning atrofida har xil daraxtlar, qarayog'ochdan tortib suvadan va boshqa yog'ochlar to'lib turibdi. Bir qiziq yeri shu tavoqdak to'nining og'zidek va cho'plar bilan qushqochlar va boshqa narsa, uchoq qanotlar o'g'sib ketdi. Shunchalik vichirlashib ketdi, vosh Quduskan ishimizning gapini anglab bir-birimiz anglamadik. Shuning bilan Quduskan siz nima qilyapsiz desam, men bir simfoniyani oyoqlashtiray deb kelsam, men qarang, mana simfoniya meni dimay eshib ketdi dedi. Shuning bilan endi qanday qilsiz desak, men buni men chidamayman, har minutim qimmat. Shu bir kuni Quduskan o dachini qoldirib, uni Turgan yezisida, vodisida kompozitorlar uchun uy sapdi, ijodkorlar uchun. Quduskan ashada nurg'un ijodini ashada davom qildi. Rozi bo'ldi. Biz uyaga berib, bizmi xursand bo'ldik. Quduskanning deydig'ini Uyg'urlarningki o'z ana tilini unutmash kerak. Öz ana tilini unutsa o millet emas. Biroq men o'ylayman, bizning xalqimiz o'z tilini hech qachon unutmaydi deydigan. Shuning uchun men ko'p vaqtida bizlar maslahatlashganda, bizning xalqlik masalalarda bizning aralashganimizga men rozi bo'ldim. Mushu kamgacha uni meni xotiramdan jiroq ketmay yurdi. Quduskanning yana bir yaxshi gapi bor. Bir odam quduq qazidi, ming odam suv ichidi deydigan. Biroq shu quduq qazgan odamning ismini unutmashimiz kerak. Yana bir deydi, bir odam o't qalaydi, ming odam isinidi. Shu mehribon odamning, o't qalgan odamning ismini unutmash kerak debdi. Men keyingi vaqtlarda shu quduq qazib ming odam suv ichgandan quduqning egisi mashhur kompozitor, millatparvar Uyg'urning kasbiy kompozitori Qudus aka edi. Ming'lab odamlarning qalbini isitgan o'zining asari bilan Qudus aka edi. Uni hech qachon biz unutmashimiz kerak dedim. Uyg'ur millatining orasidan chiqqan millatparvar kasbiy kompozitor bu dunyoga Uyg'ur san'atining sha'ni shuhratini bayroq to'q qilib, egiz ko'tarib, yana egiz ko'tarayli deb ketdi. Tarixga nomini yozdirib ketdi. Qudus Xo'jamyorov bütün janrlarda, masalan, opera, balet usuli,
nutq so'zlash, katta simfoniya, ochiq oshkori yurishlik simfoniyalarni ijod qilgan. O'chmas iz mangulik miroslarni qoldirgan suyimlik shaxs Quddus Xo'jamyorov 1994-yili 8-aprel bizdan mangulik ayrildi. Uning xalqi uchun ko'yayotgan yolqinliq yuragi so'qishdan to'xtadi. Hozir Olmaotada davlat arbobi Abdulla Aziz Ro'zibaqiyevning qizi, geologiya va meteorologiya ilmiy doktori Quddus Xo'jamyorovning ayoli 90 yoshlardagi Ninlim Ro'zibaqiyeva Quddus akaning chirig'ini o'chirmay yashab kelmoqda. Jaloliddin Romeo aytgandek, adabiyot va san'atda o'lim yo'q. O'liklar orasida jonliqlar bor. Quddus Xo'jamyorov her zaman biz bilan mangu yashaydi. 2005-yildan boshlab Cumhuriyetçiler Partiyasining akademik Uyg'ur musiqiy komediya teatrxonasi xalqimizning faxrlik chaqnagan cho'lpini Quddus Xo'jamyorovning ismi bilan ataldi. Bugungi kundimi biz Qozog'istonning munbat zaminida tug'ilgan va o'z millatining an'anaviy ijodiyatini yangi asosda jonlantirib ve terakki kıldırgan tunji kasbi medeniyet erbaplardan biri bolgan dünya müziksiga gayet zor töhfə qoşqan bu Uyghur oğlanıdan her zaman faxrlanamiz.